20 kilometr yuguramiz. 5,5 dan turib olib yugurish kimga kerak? Albatta menga. 1 yil o'tib yana shu masofani bosib o'tgim keldi. O'tgan yili почти 3 soatda o'tgan edim. Bu yil rezultat qanaqa bo'lar ekan? Krossovkani tagi yumshoq bo'lishi kerak. Suv oldik. Naushnik ham kerak. Havo вообще super. Kimdir sezdimi? Bu yil yoz unchalik issiq bo'lmayapti. Mashinalar ko'chada kam. 3 kilometr o'tdik. Qorasoltidan Amir Temur haykaligacha boramiz. 10 kilometr tezlikda yuguryapman. Yurak esa 129 uryapti. Mirzo Ulug'bek haykali. 5 kilometr Maksim Gorkiy. Men yugurib ketyapman. 300 litrli suvim почти tugab qoldi. Magazinlar esa hammasi yopiq. Bugun Asadbek yugurishga chiqadi deb ko'chalarni yopib qo'yishdi. Pushkin metrosi 7 kilometr. Hamid Olimjon 8,5 kilometr. Suvimni hammasini ichib tugatdim. Yomg'ir ham zakazga qilingandek yog'ib yubordi. 1 soat deganda biz manzilga yetib bordik. 10 kilometr va biz Amir Temur haykaliga yetib keldik. Endi qaytamiz. Mazza qilib fontanchikning ichiga kirib oldim. 12 kilometr o'tdi, endi bitta ishni boshlagan magazinni ko'rdim. Suv bilan agusha oldim. Idishimga suvni to'ldirdim. Agushani ichib oldim. Qayta ishlashga ham yordam berdim. Ekopar, Lamtuda, Lamsuda havo haydaydiganlarning joyi. 13 kilometr, 14 kilometr, 16 kilometr. Biz уже Maksim Gorkiyga yetib keldik. 17-kilometr salgina charchoq boshlandi. Mana shunda ham puls normal 3-zona. 18 kilometr, 19 kilometr, 1 kilometr qoldi. 20 kilometr chiqdi. Endi uygacha yugurib boramiz. Albatta, bunaqa yugurishdan keyin ice latte ketadi. Mana 1 yil o'tib, o'tgan yilga nisbatan 55 minut tezroq keldi. Yugurishga qiziqsangiz, albatta, obuna bo'lib qo'ying.